154 ta odamni oilani vatanli bo'lish, uyli bo'lish masalasi 15 yil berildi. bizda pedofillar ko'chada qolib ketayotgan zamondamizda endi nima uchun insonlar haligacha uyini ololmayapti? Ba'zi bir shaxslar mana shu uyga egalik qilish maqsadida Odamlar o'zini uyini sotib pul to'laydi. Dolzarb 40 Dolzarb kunlik. Ko'chaga qarshi. Buni tagida mana shu mulkni olib qo'yish bo'lgan deb o'ylayapman. Menimcha ularda shu pul bo'lmagan. Bu prokuratura organi xodim bo'lgan. Ular o'sha kompaniyadan chiqib ketishgan. Pulni bergan xo'jayiningizlar va Ha. o'sha nima deydi, investorlar qatorida, ta'sischilar qatoriga kirganlar. Pul yetmagan bo'lishi mumkin, balkim kayfiyati o'zgargandir. Oxiri o'sha 400 ming AQSh dollariga ular o'zini ulushlarini sotishgan. Bu juda ko'p insonlarning orzusi va orzuligicha qolib ketaveradi. 23-yilda уже bitqizganlar. Sportsmenlar bilan bir qanaqadir tanish bo'lganmilar. Eshikni borib taqillatsangiz, hujjat topshirsangiz olavermaydi. Prokuratura organi xodim bo'lgan, sobiq prokuratura organi xodim bo'lgan. Bari haqiqat o'z yuzini topadi. Assalomu alaykum. Yurist bilan yuzma-yuz tok shousining navbatdagi soni. Bizni bugungi mehmonimiz Malika opa. Endi qisqacha aytib o'taman. Demak, Malika opa xo'jayinlari katta quruvchi bo'lganlar. Hozirda afsuski ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha ozodlikdan mahrum qilinganlar. Biz bunga qaytamiz hali, o'zlaridan eshitamiz. Bularning maqsadi 154 ta oilani vatanli qilish, ya'ni uy bilan ta'minlash bo'lgan. Ular o'sha ko'p qavatli uy qurishgan. Afsuski o'sha ba'zi holatlar yuz berib, hozirgi kunda erlari qamalib qolgan va mana shu uyni masalasi va 154 ta odamni oilani vatanli bo'lish, uyli bo'lish masalasi ham juda ham bir muammoli, muzokarali bo'lib turibdi. Aynan shu maqsadda biz Malika opani taklif qildik. O'zi nima bo'lgan, nima bo'lib turibdi, kimda ayb, nima uchun insonlar haligacha uyini ololmayapti, ularni olish uchun nima ishlar qilish kerak, o'zi nima ishlar qilinmoqda, shu savollar bilan Malika opaga murojaat qildik. Malika opa, assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, bir shu holat yuzasidan biz bilan bir o'rtoqlashsangiz xursand bo'lardik. To'g'ri savol berdingiz. Hozir men turmush o'rtog'im 20-yilda ko'p qavatli uyni qurishga kirishgandilar. 23-yilda deyarli bitqizib, shu 150 ta xonadon egalariga topshirishlari kerak edi. Men afsuski siz aytgandek shunaqa hodisa sodir bo'ldi. Hozir shu masalada 150 ta odam va ularning orqasida nechta oila hammasi nima deydi, yaxshi niyatda uylar olishgan. Uylarni sotib, bizneslarini, mashinalarini sotib, shu uyda yashaymiz degan ma'noda sotib olishgan. Yaxshi niyatida, biz ham yaxshi niyatida shu uyni shu insonlarga beramiz degan paytimizda ba'zi bir shaxslar mana shu uyga egalik qilish maqsadida shu turmush o'rtog'imga shunaqa harakatlar qilishib, hozirgi kunda qurilishimiz to'xtab qolgan. Endi uzr, Malika opa, qarang. Demak, agarda ozroq yana vaqt bo'lganda bu uylar to'liq qurib bitqizilgan va egalariga topshirilgan bo'lardi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bu 154 ta odamni qaysilaridir meni tushunishimcha, ularni tanimayman, lekin meni tushunishimcha ko'pincha shunaqa bo'ladiki, men tajribamizdan ham bilamiz, odamlar o'zini uyini sotib pul to'laydi. Kvartiralarda yuradi, boshqada yuradi. Hozir ham ko'pchiligi ijarada bo'lsa kerak, kimnidir uyda yashayotgan bo'lsa kerak-da. Endi nima holat bo'ldi o'zi? Nima uchun jinoyat ishi qo'zg'atildi eringizga nisbatan va nima uchun insonlar uyini ola olmay qoldi? Gapingiz to'g'ri. Ko'pchilik shu o'zlarini uylarini sotib, yaxshi xonadonda, chiroyli shunaqa uylarda yashaymiz degan niyatda shu uyni investitsiya kiritib sotib olishgan. Hamma hujjatlarimiz, hamma narsa joyida ketayotdi. Lekin ba'zi bir shaxslar mana shu mulkgami, nima desam ekan, ko'z tikishibmi, shu maqsad qilishib, turmush o'rtog'imga mana shunaqa endi meni fikrimcha shunaqa xatti-harakatlar qilib, maqsad shu uyni olib qo'yish. Eringiz, o'sha xo'jayiningiz, turmush o'rtog'ingiz qaysi yil qamaldilar? 23-yil oxirida. Bu qaysi voqealar doirasida bo'ldi? Agar esingizda bo'lsa, o'sha tadbir boshlangan 40 kun. Dolzarb 40 kunlik. Ko'chaga qarshi. Ko'chaga qarshi. Men juda ham hayron qolgan joyim,
hech qanaqa ko'chaga aloqasi yo'q inson, masalan, 10 yildan ortiq davlat ichida ishlagan, keyin tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlagan shaxsga nisbatan shunaqa bir adolatsizlik qilishdi. Judayam hayron qoldim. Boshida tushunib yetmadim, nimaga unaqa bo'ldi deb. Keyin hozir shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, buni tagida mana shu mulkni olib qo'yish bo'lgan deb o'ylayapman. Sababi sizga qanaqa tushuntirsam ekan. Mana shu joy bitta kompaniyaga ajratilgan edi. To'xtang, boshidan Aha. boshlaylik. Demak, bu yer Mhm. hokimiyat tarafidan bitta kompaniyaga ajratilgan bo'lgan, Bitta to'g'rimi? ha, shunaqa Hop, bo'lgan. keyin? U kompaniya aynan shu qurilishi uchun ochilgan kompaniya, yangi Aha. kompaniya bo'lgan. Mhm, Ular aslida o'zlari qurishlari kerak edi. Hop. Lekin qaysidir sabablarga ko'ra, endi to'g'ri, qaysi sabab? Ularda investitsiya sharti 1 million AQSh dollar investitsiya pulini kiritishlari kerak edi. Hop. Manimcha ularda shu pul bo'lmagan. O'shaning uchun ular o'zlari qurmasdan investor qidirishni boshlashgan. Mhm. Shu paytda ular birinchi bir samarqandlik tadbirkorga, quruvchiga murojaat qilishgan. Mhm. Keyin ularni o'rtasida qanaqadir kelishmovchilik kelib chiqqani uchun uni chiqarib tashlashgan. Anaqadan birinchi anaqasiga kiritib ta'sischi sifatida. Keyin mani turmush o'rtog'im investor sifatida taklif qilishgan va ular o'sha kompaniyadan chiqib ketishgan. To есть man nima demoqchiman? Pulni bergan xo'jayiningizlar va Ha. o'sha nima deydi, investorlar qatorida, ta'sischilar qatoriga kirganlar, to'g'rimi? Shunaqa? Ha, shunaqa Men bo'lgan. tushunishimcha shunaqada. Agar boshqacha bo'lsa to'g'rilaysiz. Hop, mayli. Mani pulni savol beribdilar. tug'iladiki, Aha. hop, agar ular o'zlari qurishmoqchi bo'lsa, o'sha nimaga ular qurishmagan o'sha paytda 20-yil, 19-yildagi Yo'q, ma'lum bir o'zingiz aytib turibsiz-ku, o'sha pul yetmagan bo'lishi mumkin, balkim kayfiyati o'zgargandir, balkim o'sha biznes rejalar o'zgargan, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Endi bizni bilmaymiz, hozir uchinchi tomon bu yoqda yo'q, lekin hozir fursatdan foydalanib aytib qo'ymoqchiman, uchinchi tomon agar xohlasa biz ularga ham maydon beramiz, bemalol kelishi mumkin, biz ularni ham eshitamiz. Xo'p, mayli, yana o'zimizni mavzuga qaytsak, xo'jayiningizga demak pul berganlar, to'g'rimi? Pul berganlar, o'sha ta'sischilar qatoriga kirganlar, qurilishni boshlaganlar. Endi nima muammo bo'ldi? Hamma rozi-rizolik bilan bo'lsa. xuddi shunaqa bo'lgan. Ular o'sha ulushni sotish firmasini ulushini sotib, qurilishdan chiqib ketishlari kerak bo'lgan. Chunki ular qarashsa, qurilishga mablag'lari bo'lmagan, de. Avval bitta summani ular anaqa aytishgan, shunaqa so'mga sotamiz, keyin kattaroq summani, oxiri o'sha 400 ming AQSh dollariga ular o'zini ulushlarini sotishgan, keyin chiqib ketishgan. Keyin mani xo'jayinim уже anaqa ustavnoy fondlarini oshirib, 7 milliardga qurilishga pul tikib, qurishni boshlaganlar 20-yildan boshlab. 23-yilda уже bitqizganlar. U 9 etajli, 10 etajli uy qurilgan. Aha. Tegishli tashkilotlardan kelib tekshirib, уже hujjatli kadastrga chiqish kerak edi bizani kompaniyaga, Mustaqilzod Developer kompaniyasiga. Mana shu paytda 40 kunlik dolzarb temasi boshlangan va shu situatsiyadan, shu anaqadan foydalanib, shunaqa 40 kunlik dolzarb bo'lib qolgan. Menga noma'lum sabablarga ko'ra xo'jayinim shu tadbirga kirib ketganlar. Garchi sud hukmi chiqqan bo'lsa ham, men o'ylayman, что bu adolatsiz bo'lgan. Biz hozir kurashyapmiz, Oliy sudgacha yetib boramiz. Bari haqiqat o'z yuzini topadi. Qarang, demak, dolzarb 40 kunlikda asosan ko'chaga qarshi, o'sha ko'chada nima deydi, sport bilan shug'ullangan, sal jismonan barkamolroq o'sha odamlar bilan qanaqadir jismoniy kuch orqali gaplashadigan insonlarga ko'proq bo'ldi-da bu narsa. Siz boshida aytdingizki, men xo'jayinim o'qimishli, davlat ishlarida ishlagan dedingiz. Undan oldin gaplashganimiz ham adashmasam yurist dedingiz, xo'jayiningiz, to'g'rimi? Bularni endi o'qimishli odamni bu sportga nima daxli bor? Yo sportsmenlar bilan bir qanaqadir tanish bo'lganmilar? Yo qaysidir masalalarni shu sportsmenlar orqali qilganmilar? Endi yurist odam, men o'zim ham misol uchun yuristmiz, advokatmiz, juda qiyin masala-da, bilmadim. Yuristning quroli bu qonun. Hech qachon u ko'chaga murojaat qilmaydi. Hozir men hayron bo'lganim uchun so'rab turman. Yo xo'jayiningizda shunaqa tanishlari bo'lganmi? Siz ko'rganmisiz? Bir mehmonga kelishgan, mehmonga borganmisiz? Men aytib o'tmoqchiman, mani xo'jayinim bakalavr va magistr qizil diplom bilan bitirganlar yuridiskiy institutni.
Keyin prokuratura organlarida faoliyat yuritishni boshlaganlar. Yaxshi o'sha mutaxassis bo'lganlar. Keyin oilaviy sabablarga ko'ra sistemadan chiqib ketganlar, qaytish sharti bilan. Keyin o'sha davlatimizni iqtisodiyotni rivojlantirishga o'zlarini hissalarini qo'shish orqali shu biznesni boshlagandilar yaxshi niyatlarda. To'xtang. Shunda sobiq prokuratura organi xodimi bo'lganlar. Endi prokuratura organi xodimi bo'lish bu juda ham katta ham mas'uliyat, ham sharafda. Hammaga ham emas prokuratura organining o'sha formasini kiyish, bir kun bo'lsa ham o'sha stulda o'tirish, bu juda ko'p insonlarning orzusi va orzuligicha qolib ketaveradi. Nima uchun desangiz, prokuratura organi xodimi bo'lish uchun nafaqat inson o'zi endi mukammal bo'lmasa ham o'sha mukammallikka harakat qilgan bo'lishi kerak, balki uni oilasi ham toza bo'lishi kerak. Bizni Haligi ham toza deydi-ku, boyagi otasi, onasi, yaqin qarindoshlari ham meni bilishimcha shunaqaki, tanishlarimiz bor, yaxshi yigitlar bor, o'rtoqlarimiz bor, akalarimiz bor. Oilasi ham juda ham o'qimishli va o'sha ko'p holatlarda bironta sudlanmagan, unaqa jinoiy to'dalar boshqalarga aloqasi bo'lmagan odamlarni oladi. Mingta chig'iriqdan o'tkazib oladi. Misol uchun prokuratura organi xodimlarini eshikni borib taqillatsangiz, hujjat topshirsangiz olavermaydi. Yurib stajyor boshqa bo'lib keyin bu o'sha prokuratura organini nima deydi, libosini, formasini kiyadi. Demak, sizni o'sha nima deydi, turmush o'rtog'ingiz prokuratura organi xodimi bo'lgan, sobiq prokuratura organi xodimi bo'lgan. Lekin dolzarb 40 kunlikda ko'cha bilan bog'liq degan qanaqadir ayblov qo'yilgan demoqchisizda hozir. Shunaqa. Hozir bu haqiqatga Xo'p, mayli, bular demak ketganlaridan keyin masala nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Endi o'sha necha yil berilgan o'zi? Ko'p yil berildi. Juda ham adolatsiz, hattoki og'ir jinoyat qiladigan yoki odam o'ldiradigan yoki qanaqadir yomon jinoyat qiladigan shaxsga ham shuncha yil berilmaydi, to'g'risi. Necha yil berildi? 15 yil berildi. 15 yil berdi? Qanaqasiga u? Nima jinoyat edi o'zi? Shunchalik 15 yil bu juda katta. Hozir uzr endi nima deydi? Ba'zida pedofillar ko'chada qolib ketayotgan zamondamizda endi uzr ko'rib turibmiz-da, qanaqa 15 yil bo'lish uchun nima odam o'ldirgan, nima bo'lgan o'zi? Bunchalik juda katta muddatda bu. Juda ham hayron qoldim. Yana birinchi marta agar jinoyat sodir etdi desa ham, birinchi marta jinoyat sodir etayotgan odam, ijtimoiy nima deydi, yengillashtirish holatlari ko'p-da, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanadi, oilali, nechta farzand? 2 farzandimiz bor, norasida. Otasi, norasida farzandlar. Endi bu juda qiziq bo'ldi. 15 yil bu kichkina muddat emas. O'zi qaysi moddalar bilan shuni? 168, 165 moddalar bilan qo'yilyapti. Shunaqa ayblov. O'zi siz aytganingizdek, atroflarida ham faqat yuristlar, o'zi biz shunaqa o'qimishli oiladan chiqqanmiz. Siz o'zingiz ham yuristsiz? Men ham o'zim yuristman, ham qarindoshlarim ham yuristlar. Вот. Bizning atrofimizda bordi kelinlarimiz hammasi shu o'rtoqlarimiz yuristlar, o'sha davlat organida ishlaydigan shaxslar bo'lgan. Hech qachon men ko'rmaganman, чтобы ular shunaqa qanaqadir sportsmen bolalar bilan yoki qanaqadir ko'cha bolalar bilan bir aloqaga kirishishlarini men hech qachon ko'rmaganman. Faqat shu ishlarni bilganlar, даже o'sha sohada ishlaganlarida ham eng yaxshi tergovchi bo'lganlar. Juda ham yaxshi jinoyatlarni ochish, kapitan darajasigacha yetib, oxirgi o'sha ochgan jinoyatlari где-то 10 ta bunaqaga o'xshagan odam, manyakka o'xshagan odam ochganlar. Специально вот spetsgruppa jo'natishgan, Astana, Almata va Toshkentda shunaqa jinoyat sodir qilganda, keyin ularga o'sha nagrajдение berishgan. Bu jinoyat ochganlar uchun. Shu insonni hozirgi kunda shu ko'cha bilan aloqasi bor deb ayblanib 15 yilga qamaldimi shunda? Shunaqa bo'lyapti. Endi O'zbekistonda adolat bor, balkim adashgandir sudlarimiz, bilmadim. Xudo xolasa ishlaringizda omad tilaymiz. U albatta Oliy sudgacha mana harakat qilib turibmiz deb turibsizlar. Men yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Haligi siz aytdingiz-ku, birinchi marta jinoyat sodir qilishi, ijtimoiy xavfliligi, shuningdek ham norasida bolalari borligini inobatga olib, prokuror o'shanda o'sha jazo 10 yilmi so'ragan. Lekin sud shunga qaramasa 15 yil beryapti. Bu praktikada menimcha unaqa narsa bo'lmasa kerak.
deb o'ylayman. Juda kamdan kam bo'ladi. Juda kamdan kam. Juda kamdan kam. Prokuror so'ragandan ko'p berish holatlari bo'ladi, ochig'ini aytishga, lekin bu juda kam bo'ladi. Lekin yana 10 yil so'rasa, 15 yil berish bu bilmadim, sal qanaqadir g'alati bo'lib turibdi. Qanaqa desamikin, ko'p judayam o'sha prokuratura sistemasidan chiqib ketgandan keyin o'sha tadbirkorlikni boshlaganlar logistika sentri, bog'dorchilik, to есть ish bilan ta'minlash, Hozir qarang, soliqlar. odamlarda uzr, Aha. men gapingizni Ha, bo'laman. unaqa Odamlarimizda bizda tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin-da, Malika opa, qarang. 168 demak kimnidir aldagan deb. Hozir 168 ham 165 ham aynan mana shu qurilayotgan uydan kelib chiqqan, adashmasam, to'g'rimi? Ha. Ya'ni o'sha uyni, o'sha yerni egasini aldab va qanaqadir kuch ishlatma nimadir qilib hujjatlarni o'zini nomiga o'tkazib olgan degan modda qo'yilganda hozir, to'g'rimi? Men shuni tushunishimcha shunaqa. Bu tashqaridagi biror bir odamni yo davlatni qaysidir haqqini yeb ketgan, kimnidir pulini olgan, pul oldi berdi desa paytda tilxat yozib berib yo kameraga tushib turib keyin bera olmay qolgan joy, bunaqasi isbotlanmagan-a? Yo isbotlanganmi? Unaqa emas, bu uy bilan bog'liq, Uy to'g'rimi? bilan bog'liq holat. Ana chekkadan kimdandir mana odamlar bor, 500 ming dollar oladi-da, tilxat yozib beradi, keyin bermaydi. Yo'q. Ulardan nima uchun bermaydi desa, bermayman deydi. Yoki mana quruvchilar bor, o'zimiz ham ko'rib turibmiz, qanchasini sudlandi. Odamlardan pullarni yig'ib olgan, uyni qurib bermaydi, yoki bo'lmasa 100 ta xonadonni misol uchun-da 400 ta odamga sotib, bermayman pulingni deb qamalib ketganlarni ham mana ko'rib turibmiz, misol uchun amaliyotda. Ularda unaqa holat bo'lmagan, aynan mana shu yer munosabatida bo'lgan, adashmasam, yoki boshqacha bo'lsa aytishingiz mumkin. Yer munosabatida aynan bo'lgan. O'sha ulush masalasi hal bo'layotganda, unda hali bino yo'q edi. Faqat o'sha quruq yer, даже kotlovan ham qazilmagan payt edi. U kompaniya egalari ulushni sotishyapti tilxat asosida, o'zlari yagondarchaga borib, ulushlarni hammasini 10 tadan ortiq hujjatlarga qo'l qo'yishyapti. U yerda ingliz tilida yozilgan, agar haligi kompaniyaning egasi chet ellik fuqaro, men ingliz tilini men o'zbek tilini bilmayman, nimaga qo'l qo'yayotganimni tushunmadim, iqqatga kelganimni bilmadim degan shunaqa sudda va tergovda ko'rsatma berganda u odam. Vaholanki u man xo'jayindan oldin boshqa shaxsni o'zini kompaniyasiga ulushdor qilib olib kirgan, keyin chiqargan, keyin man xo'jayin 3 kundan keyin man xo'jayinimni ulushdor qilib olib kiryapti va u yerda qora va oqda даже maktab o'quvchisi ham tushunadigan tilda yozilyapti, что ustavni fondini oshirishyapti ular. То есть bu aldov, mana shu modda, mana shu situatsiyaga holatga 168-modda. Ya'ni aldab 86% ulushni olib oldi deyapti. U davlat xizmatlari agentligida kamera bor, qo'l qo'yib, boshqa hamma narsa bor-ku. Hamma narsa Ular bor. borganlar, lekin men tushunmadim deb turibdilar, to'g'rimi? Ha, o'sha Endi odamning ongiga yetib kelmaganligi uchun, agar rostdan yetib kelmagan bo'lsa, bular javob berib turibdilarmi shunda hozir? Shunaqa bo'lib turibdi. shunga javob beryaptilar. 165chi. 165-modda o'zi bular 100% ulushini o'tkazib berishlari kerak edi. Va bu 66 ming AQSh dollariga kelishilgan. Ya'ni ular nima deyishgan? Biz shu paytgacha shu xarajatni qilib qo'ydik. Tam ozgina o'ratdik, deyapti, quruq yeri, jitellar bor, o'tda ularga arenda pulini to'lashni boshladik, konteyner olib kelib qo'ydik dedi. Bu ham bu samarqandlik haligi aytdim-ku, birinchi investor o'sha qilgan ish. Keyin shuni xo'jayinim bergan paytda haligi ular yagondarchaga borganda aytishdiki, "Yo'q, ukajon" dedi, anaqa biz hozir 86% ulushni qilib turaylik, 14% qolib tursin bizda. Chunki xo'jayinim chet ellik, u va'da bergan davlatga 1 million AQSh dollar chet eldan investitsiya kiritaman. Agar hozir bu va'dani bajarmasa, deport bo'ladi. O'sha bahona bilan ular o'zida 14% ulushni qoldirishdi. Keyin men xo'jayinim so'radilar, "Xo'p, mayli, уже qurilish boshlash kerak, chunki Toshkent shahar hokimiyatidan anaqa ogohlantirish xatlar kelyapti. Ular уже srokda kech qolgan. 2019-yilda olgan bo'lsa, shu qarori, qurilishga bo'lgan qarori. 20-yil dekabrda ular qurib bitkazish kerak edi. 20-yilda ular ulushni o'sha sotishyapti. Chunki yer kodeksiga asosan 2 yilning ichida realizatsiyani boshlash kerak. Agar realizatsiya boshlanmasa, yer davlatga qaytib ketadi. Mana shu ulush masalalari 20-yil dekabrda bo'lyapti. De, ular shoshishyapti.
man xo'jayinim keyin olgandan keyin mayli уже 86% olgandan keyin qurilishni boshlashimiz kerak bo'lmasam teng ravishda ulushimiz teng ravishida sizlar ham pul kiritasizlarmi degan savol qo'yyaptilar o'sha paytda. Keyin ular aytyapti ha beramiz ha kiritamiz deb har xil bahonalar qilyaptida covid paytlari vaholanki ular qurilishga ruxsatnomani ham olishmagan. Qaysi ma'noda bilasizmi anaqa plan nima deydi gen plan chizdirish kerak bu ham vaqt oladi. Mana shu hammasini hujjatlarini ham xo'jayinim qilganlar. Loyiha smeta Loyiha hujjatlarini smeta. hammasini demak xo'jayiningiz qilganlar. Qilganlar vaqt ketarkan o'tdi 6-7 oy kutilarkan mana shu ruxsatnoma olgandan keyin уже o'sha 14% qolganku doля investorga aytganlar siz ham qo'shasizmi birgalashib qurishni boshlaymizmi degan joyda keyin ular kelishuv bitimi qilishgan shartnoma qilingan 14% ni ya'ni biza qurilishga pul tika olmaymiz o'sha paytda ham aytishgan bular o'zingiz quravering bizni dolyamizdan chiqib ketamiz endi lekin o'zini 14% dolyasini уже $300,000 baholashgan. Xo'p. Keyin xo'jayinim o'sha pullarni berib to'g'ri sразу bermaganlar ma'lum bir muddat olib 3-4 oyda ham o'sha $300,000 berib yuboraman degan shart bilan kelishuv bitimi tuzilgan lekin u yerda zo'ravonlik yoki biror bir qanaqadir ham ulushni o'shani olib qo'yish holatlari bo'lmagan. Chunki kelishuv bitimi 14-dekabr 20-yilda tuzilyapti. Hozir shunda kelishuv bitimi tuzilib, keyin shunga asosan 14% Ulushni o'tkazganligi bo'yicha tovlamachilik, ya'ni 165-modda Jinoyat kodeksining tovlamachilik qo'yilganmi shunda? shunaqa Bu qo'yilgan. kelishuv bor-ku bu yoqda bitim. Bizda hamma hujjatlarimiz bor, kelishuv bitimi bor. Chet ellik fuqaroni o'zini ayoliga 14% ulushni man nomidan sotishga ishonchnoma notarial orqali qilingan hujjati bor. Shartnoma tuzishgan ular, oldi sotish shartnomasini, u yerda kelish shartlari bor. Ya'ni hamma o'sha $300,000 ular уже shart qo'yishyapti-ku, bizga berasan, keyin qurilishni davom etaverasan degan ma'noda. Audio va video yozuvlarimiz bor. Ya'ni o'sha ayolda endi bu yerda Malaka Musa Bacha degan kompaniyasi o'sha eri o'zini ayoliga ishonchnoma beryapti man nomidan ulushni sotasan deb. U ayoli yozma va audio video yozuvlari bor hammasi. Что 14% ulush haqida kelishyapti. Aha. Hamma pullarni olgandan keyin u yagona darchiga borib o'tkazib berish kerak degan shartnomada kelishyapti ular. O'tkazganmilar? O'tkazdilarmi keyin? Qanaqa holat bo'lgan? Men turmush o'rtog'im hamma pulni berib bo'lgandan keyin u ayolni chaqiryaptilar yagona darchaga. Buni ham SMSlarimiz bor hammasi. Buni biz tergovga ham taqdim qilganmiz, sudga ham taqdim qilganmiz. Lekin u ayol o'yin qilishni boshlayapti. Hop, qanaqa o'yin? O'yin qanday? Yana menga pul berasiz. Bu pulingiz Kelishuv bitimida 300,000 bor edi-ku, 300,000. o'sha 300,000 dan tashqari yana o'yin qilishni boshlayaptilar. Keyin men xo'jayinim уже aytyaptilar, menga berishingiz kerak, men sizga hamma pulingizni berib bo'ldim. Yagona darchaga yuring degan joyda u bormayapti. Ular ko'p marta уже pochta orqali ogohlantirish xatlarini jo'natyaptilar, lekin u ayol kelmayapti va bu bo'yicha aytgancha ichki ishlar orqali prokuratura organi orqali jinoyat ishi qo'zg'atilgan o'sha ayolga o'sha paytda 168-modda bilan. Ya'ni u pullarni o'zlashtirdi-ku, oldi. U borib yagona darchaga borib anaqa qilib berish kerak edi, оформление qilib berish kerak edi, rasmiylashtirib berish kerak edi. Shu. Keyin nima bo'ldi? Qaysi holat bo'yicha 165 qo'ydi keyin shunda? Endi Nimasi bor bu yerda? Hozir men 165 ko'rmadim-da, endi men bilmadim. Jinoyat ishini biz ko'rmaganman. O'shaning uchun nimasi bor? 165 hali ko'rganim yo'q-da. qarang 165-modda nima bo'lgan? U aytyaptiki, o'sha kelgan Jahongir Sinov degan bola bilan kelgan, Human xo'jayini xuddiki o'sha konteynerga gulini anaqa qilishgan, qamab qo'yishgan. 3 soat ushlashgan, telefonlarini olib qo'yishganda, keyin u Bu deladagi gap bo'yicha shu. delada shunaqa. Keyin u go'yoki o'sha paytda imzo chekib bergan anaqaga. Lekin kelishuv bitimi, kelishuv shartnomasi hammasi dekabr 20-yilda. Yagona darchaga bormagan, ha? Keyin mayda bormagan yagona darchaga. 14% o'sha yerdagi harakat bilan o'tib ketgan, to'g'rimi? O'sha yerdagi harakat bilan o'tgan. 86 bunaqa bo'lgan, bo'pti, bu yog'ini anaqa qilib o'tirmaymiz bo'lmasa. Bu yoqqa kirib o'tirmaymiz. Hamma pullar o'sha hisob-kitob qilingandan keyin o'sha hamma hujjatlarga ta'sischi qo'l qo'yib bergan. Keyin xo'jayinim borib yagona darchada o'tkazib kelganlar.
Lekin shu period davomida mana shu aytdim-ku sizga 2-3 oy anaqa shartnoma kelishilgan pullar berish edi. Mana shu pullar qaysi shaklda berilgan? 2 ta uy оформление qilib berilgan. Uchastka bilan bitta 3 xonali kvartira. Nafaqat pul, balki moddiy ko'rinishdagi mulk bilan ham berilgan. Endi qarang, xo'p, sizni aytishingiz bo'yicha o'sha ayol kishi chaqirganlar va qo'l qo'yib berganlar, to'g'rimi? Sizni aytishingiz bo'yicha o'sha qo'l qo'yib berganlar va demak umr yo'ldoshingiz, o'sha turmush o'rtog'ingiz borib yagona darchadan o'tkazgan. Yagona darcha noqonuniy narsani o'tkazmaydi o'zi aslida, o'tkazmasdi. Hozir chaqirib turib, hozir siz gapingiz bo'yicha chaqirib turib qo'l qo'ygan holatiga nisbatan 165 bo'lganmi? Eringizga nisbatan? Shunaqa Eringiz bo'ladi. borib, misol uchun demak, men hozir mana shu joyda o'tirib, kimnidir chaqirib pulini olsam deb misol tariqasida yoki uyini olsam, nechta uy dedingiz? 2 ta uy. 2 ta uyini olib turib, qo'l qo'yib bersam hujjatlarga, u ketsada keyin mani majburlashdi deydigandek holat bo'lib turibdimi Shunaqa shunda? bo'lib turibdi. Xo'p, mayli. Endi u yoqda nima bo'lganini shaxsan men bilmayman. Keling, bir tomonlama bo'lmasa, faqat xafa bo'lmaysiz. To'g'risini aytasiz, nima bor edi dalil? Misol uchun kameraga tushganmi, o'sha yerda xo'jayiningiz tomonidan yoki qaysidir ko'cha bolalari tomonidan narigi tarafi zo'rlanishmi, qo'rqitilishimi, kameraga tushganmi, yo ovoz yozib olinganmi, yo nimadir bormidi o'zi? Yo faqat gapmi? Biz tomonidan anaqa taqdim qilingan dalillar da bizda video yozuvlar bor. Video anaqa va audio yozuvlar bor. Birinchidan shu 14% ulush kelishilib qo'l qo'yilgan hamma hujjatlar, protokol, yig'ilish bayonnomalari hammasi qo'yilganligi haqida bizda protokollar bor, tilxatlar bor. Qarang, majburlamaganligi bo'yicha videolar va Majburlamaganligi bo'yicha ovoz video yozuvlari bor, to'g'rimi? yozuvlar. Majburlaganligi, shu qo'yasan yo undoq qoraman, endi talonchilik, tovlamachilikni shartlari shu-da. Mulkiy zarar yetkazaman yo nimadir qilaman yo jismoniy zarar yetkazaman, mana shu ishni qilmasang deyishni bir isbotlovchi nimadir bormi o'zi? U tomonda isbotlovchi narsa yo'q. Faqat gapmi shunda? Faqat gap. Gap asosida tergov bo'ldi. Gap asosida sud hukmi chiqdi. Tushunasizmi? Xo'jayingiz tomonidan u tomonga nisbatan qanaqadir bosim ishlatganligini tasdiqlovchi bironta video yo ovoz yozuvchilar yo'qmi? Bironta video va yozuvlar yo'q. Nabarot, men sizga aytib o'tmoqchiman, shunaqa video bor. O'sha ayolni oyisi bilan singlisi kelib, mani xo'jayinimni ichki ishlar xodimi yonida, uchastkovoy yonida urishyapti. Men bu videoni Instagramda joyladim. Endi tasavvur qiling, ko'cha odamiga kelib, ayollar kelib ura oladimi? Ko'cha bolasini. Yoki o'sha ayol tomonidan bir necha bor qurilish qilayotgan paytda xo'jayinimga kelib urgan holatlari, so'kkan holatlari bor. Audiolarni siz eshitib ko'rsangiz, faqat so'kkan. Oppoq doda degan so'zlarni ishlatadi bu ayol, masalan. Mayli, ular anaqa emas. Endi Endi qarang, aytmoqchi bo'lganim, u aytayotgan shu tergovga ko'rsatma bergan sanani aytaylik. Masalan, u o'zini jinnilikka solib, men eslolmayman qachon bo'lgan, yo fevral 21-yilda bo'lganmi deydi, yo yanvarda bo'lganmi, yo aprelda 21-yilda bo'lganmi degan holat, zo'rlash. Zo'rlashmi nima deydi? tovlamachilik. Tovlamachilik. Keyin ularning o'rtasida yozishmalar bor. Yozishmada assalomu alaykum, yaxshimisiz, singiljon deb murojaat qilyaptilar. Meni turmush o'rtog'im, u ayol turmush o'rtog'imni to'yiga taklif qilyapti oilaviy. Qizini kontraktini to'lab beryaptilar. Buni anaqasi bor, mana datalari bor. Keyin juda ham yaxshi munosabat qilyaptilar. Pul oldi berdi bo'lib turgan paytlarda hali. To'g'rimi? Ha. Keyin chayli ham как бы yaxshi munosabat bo'lgan. Agar tovlamachilik holati bo'lganda, qo'rqitish bo'lgan holatdan keyin siz shunaqa peripiskani ko'rasizmi? Yaxshi, menga agar chet elga chiqsangiz, menga pomada olib kelib bering, atir olib kelib bering deb iltimos qilgan. Bu 14% o'tkazgandan keyingi holatlar haqida gapiryapsiz. Keyingi holatlarni gapiryapman sizga. Demak, tovlamachilik bo'lganda bunaqa narsa bo'lmasdi-yu, bunaqa iliq munosabatlar demoqchisiz. Tushunarli. Bu yozishmalarimiz bor. To'yga taklif qilyapti, butun umr singlingiz bo'laman deyapti. Tovlamachilik bo'lsa, qo'rqqan bo'lsa shu ayol, keyinchalik 22-yilda shunaqa peripiskalar bo'ladimi? Yo'q, bu juda qiyin masala. Xo'p, shundan keyin nima bo'ldi? Bu 19-yilda bo'lgan holat dedingizmi? 19mi, 20mi? 20-yilda. 21-yil bo'ldi. Dolzarb 40 kunlik 23-yilda bor. 23-yilda bo'ldi. Bu yaqinda, misol uchun 3 yil oldin bo'ldi. Bu oradagi 3 yil ichida
Jinoyatchi qo'zg'atilmayapti-da, 3 yildan keyin qo'zg'atilib sudga chiqib ketganmi shunday ishlar? Shunaqa bo'lyapti. Yana bitta faktni inobatga olishingizni xohlardim. U ayolni ular ko'pchilik aka-ukalari bor, organda ham ishlashadi. Siz o'ylaysiz shunaqa tovlamachilik holati bo'lganda u darrov murojaat qilmasmidi? Ya shuni hozir men hayron bo'ldimda. Mayli, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Demak, turmush o'rtog'ingiz ism familiyalari kim? O'rinboy G'ofur. O'rinboy G'ofurjon aka demak qamaldilar. 15 yil muddatga ketdilar. Undan keyin uyni taqdiri nima bo'ldi? Mana ulardan yer sotib oldilar. Mana aytishingiz bo'yicha ulardan yer sotib olganlar, o'sha pullarni berganlar, boshqa qilganlar dedingiz. Keyin o'zlarining pullariga o'sha uyni ko'targanlar. Bu ya'ni bizni asosiy maqsad boyagi 154 ta oilani taqdiri nima bo'ldi? Ular uy olish kerak edi. 2023-yilda olish kerakmidi shartnoma shartlariga asosan? O'sha 23-yilda olishlari kerak edi. Bular nima bo'ldi? Bu uy masalasi nima bo'ldi? Yana bitta faktni aytib o'tmoqchiman. Odatda shunaqa uy qurilayotganda davlatdan subsidiya olinishi mumkin, kreditlar. Lekin bular o'zlarini boshqa tadbirkorligidan olib, o'zlarini hisobidan birinchi qurishni boshlaganlar. Keyin sotuv ofisi ochilgan, keyin investorlarni jalb qilib, ya'ni o'sha sotib oluvchilar, ularni keyin pullari bilan birgalikda shu uy qurilgan. Ya'ni bu yerda o'zlarini tadbirkorligidan qurilgan va o'sha investordan pulida qurilgan. Hop, nima bo'ldi? Uy berdinglarmi? Qurib bitkazib, boshida nimagadir topshira olmadik dedingiz. Nima bo'ldi? Nimaga topshira olmadinglar? O'sha bitirishlari kerak edi, o'sha kadastr chiqishi kerak edi. Mana shu holat sodir bo'lib qoldi. Hozir masala osilib turibdi. To'xtang. Mana endi biz nuqtasiga keldik. Demak, uy qurilib topshirish nuqtasiga kelganda bu dolzarb 40 kunlik bilan bir vaqtda bo'lgan, to'g'rimi? Shunaqa. Va o'sha paytda xo'jayiningizni qamashgan. To'ppa-to'g'ri. Hop. Kelganchi uy hozir kimdir davom ettirdimi? Baribir ishchilar yo o'zingizmi, boshqami? Men o'zim bitirmoqchi edim. Lekin o'sha tomondan ham paydo bo'lib qoldi. Ular bu periodda yo'q bo'lib qolishdi-ku, mana 21-yildan 23-yilgacha. Ular qurilishga aralashmagan-ku. Lekin aynan shu paytda paydo bo'lib qolishdi, uy bitgandan keyin, ko'tarilgandan keyin. Keyinchi? Shunaqa ularni shunaqa qilishib, men davom ettirmoqchi edim. Chunki qancha odamlar murojaat qilishni boshladi. Endi nima bo'ladi? Kim bizga uyni bitirib beradi? Shunda xo'jayinim bilan maslahatlashib, uylarni bitirib topshirmoqchi edik. Lekin ular sun'iy to'sqinliklar qilishni boshlashdi. Keyinchi? Va bizani chiqarib yuborishdi qurilishdan. Keyin sizlar chiqqan bo'lsanglar kim kirdi u yoqqa? Nima bo'ldi u uy taqdiri? Mana shu Malak Musa Bacha kompaniyasi hech qanday hujjatlarsiz shu uyga kirib olishdi. Domga, ya'ni. Hozir qarang, bular yer bularniki edi. Bularniki emas, o'zi yer davlatniki. Tegini qarasak, zaxiradagi yer edi. Bu yer qachon ularga chiqishi kerak? Agar ular investitsion shartnomani bajargan taqdirda ularga keyin uyni qurishga ruxsat chiqishi kerak edi. To'g'rimi? Yerga bo'lgan ruxsat. Yerga bo'lgan, ya'ni u xususiy mulk emas edi. Yo'q, xususiy mulk emasdi. Xususiy mulk emas edi. Yerga bo'lgan huquq chiqishi kerak edi. Men tushunishimcha hozir gap bo'lishi mumkin emas. Davlatning yeri. Davlatning yeri edi. Endi o'sha nimadir sabab bo'ldi, boshqa bo'ldi. Siz aytganingizdek, yer puli berildi, ular oldi, keyin olmadim dedi. Misol hali biz bilmaymiz. Uchinchi tarafga ham taklif qilamiz. Yana bir marta aytaman. Eshitib ko'ramiz. O'shanda hop, yerni olmabdi. Binoga nima daxli bor ularning? Bino mana sizni aytishingiz bo'yicha hozir demak G'ofurjon akani pullariga qurilgan va investorlar pullariga qurilgan, to'g'rimi? Bular qanaqadir pul sarfladimi yo bular qanaqadir bir mehnat qildimi, bir dona bo'lsa ham g'ish qo'ydimi? Nima qildi o'zi bular? Nima uchun binoga qarab bular hozir oldi? Men juda ham bu savolingizga menda ham javob yo'q. O'zim ham juda ham hayronman. Binoga nima daxli bor bularni? Mayli, yerga nisbatan bizda har xil vaziyatlar bo'ladi. Mana yerga nisbatan egalik huquq xususiylashtirish bo'lsa, u boshqa masala. Lekin ustidagi binoga nisbatan egalik huquqi bu boshqa masala. Hozir bularni uyga nima daxli bor? Hozir men o'shani tushunmadim, to'g'risi. Ularning hech qanaqa uyga daxli yo'q. Ular hattoki biror bir g'ishtdan qo'yishmagan. Nabarot, ular ulushlarni sotishib pul olishgan qaytanga. Ular tikish kerak edi-ku o'zi. Ular nabarot yerdagi.
yer bo'yicha ulushlarni, to'g'rimi? yer bo'yicha ulushlari Yo, bino bo'yicha nima uchun binoga nima asosda kirib olishdi o'zi? hech qanday asosda kirib olishgani yo'q. Ularda hech qanaqa hujjat yo'q. Qarang, Sababi binoga kirish bo'yicha yoki binoni bularni egaligiga o'tkazish bo'yicha, egalik huquqini e'tirof etish bo'yicha yoki bino qurilishini bular aynan davom ettirish bo'yicha qanaqadir bir sudning qarorimi, biror bir hujjat bormi o'zi? Hozir men sal tushunmay qoldim to'g'risi. mana praktikada shunaqa narsa bor ekan. Iqtisodiy sudda odam yutqizganda endi to'g'rilab ketasiz, mana siz ham yuristsizku. Keyin jinoyatga aylantirishga harakat qilishar ekanda. Men shunaqa eshitdim. Endi shunaqa narsa bo'ldiki, erim qamaldi, uy ketdi. Men bilmayman to'g'risi hozir kim bilan o'zi kurashyapman. Xuddiki shunaqa situatsiya bo'lyaptiki, qurib bitkazdilar, ularni chetlashtirishdi, uyni olib qo'yishyapti. Ha, sizda shunaqa tasavvur paydo Manda bo'lib shunaqa turibdi. tasavvur paydo Endi bo'lyapti. Bu uyni o'zi boshqa bir odamlar, mana investor va sizni shu xo'jayiningizdan boshqa, eringizdan, umr yo'ldashingizdan boshqa, turmush o'rtog'ingizdan boshqa bironta odam bir g'isht qo'yganmi, o'zi nimadir qilganmi bu joyga? Yo'q, boshqa hech kim ko'rmagan. Xo'p, narigi tomonni qo'lida shu uyga nisbatan egalik huquqini e'tirof etish yoki uyni qurilishini davom ettirish bo'yicha biror bir hujjat bormi? Hech qanaqa hujjat yo'q. Siz boshida ko'rsatuv boshida biza boshlanishidan oldin aytdingizki, jinoyat ishi sudining hukmida oldingi holatga qaytarilsin degan deb aytdingiz. Bu jinoyat ishimidi yo iqtisodiy ishimidi? O'sha jinoyat hukmida, sud hukmida aytilgan oldingi holatga qaytarilsin. Tushundim. Oldingi holatda uy bormidi, yo'qmidi? Oldingi holatda uy yo'q edi. Yerni o'zi edi. Yerni o'zi edi. Demak, biza jinoyat sudini siz bemalol misol uchun o'zingiz ham yaxshi bilasiz, ariza bilan murojaat qilib tushuntirish so'rasangiz bo'ladi. Oldingi holat deganda nimani nazarda tutiladi? Shu demak, oldingi holat bu nechinchi yil? 2019-yilga qayta 19-yilda ularni o'sha balansida faqat yer bo'lgan, o'ralgan, misol tariqasida chekkalari o'ralgan bir o'sha shifr bilan o'ralganmi, tunuka bilan bilmayman endi, men ko'rmaganman. O'sha narsalar va yana nimalardir bo'lgan, to'g'rimi? Lekin bino bo'lmagan, to'g'rimi? Oldingi holatga qaytganda ham. Bino bo'lmagan, yer ham ularning balansida bo'lmagan. Oldingi holatga qaytganda, oldingi hujjatlarga qaytsa, men tasavvur qilaylik, oldingi hujjatlarga qaytsa, uyga nisbatan egalik huquq paydo bo'ladimi? Yo'q, paydo bo'lmaydi. Yer ham ularniki bo'lmaganda demak. Yer ham ularniki bo'lmagan, chunki yer qachon ularga berilishi kerak edi. Ya'ni yerga kadastr, yer berish bu nima degan? Kadastr chiqishi deganda, u investitsion shartnoma shartini bajarsagina unga yer ajratilishi kerak. Bu narsalar bo'lmagan. Endi hozir oldingi holatga qaytishni qanaqa tushunib turibdi endi bu amaliyotda? Oldingi holatga qaytarish deganda, bu o'zini o'sha kompaniyasini ulushlari tiklanib, ulushlari faqat. O'zini kompaniyasini tiklab olish. Ularning kompaniyasi yopilib ketgan 23-yilda. Aslida ular shu hozir o'zini kompaniyasini tiklab olishdi, o'zini ulushini tiklab olishdi. Ularning hattoki yuridik manzili ham boshqa joyda joylashgan. Bu boshqa joyda, Nurafshon Sag'bon kesishmasidagi dom. Lekin ularni o'sha kompaniyasini yuridik adresi boshqa joyda. Lekin bular masalan siz o'sha iqtisodiy sud qarorlarini o'qisangiz ham mana shu binoda Nurafshon Sag'bon kesishmasidagi bino ularga o'tdi, o'sha kompaniyaga tegishli degan joylari yo'q. Hattoki yer ham va investitsion shartnoma hokimiyat bilan tuzilar ekan, u ham ular bilan tuzilmagan. Bironta o'zi yana bir marta uzr takrorlashga majburman. Hozir meni qiziqtirib turgan narsa o'sha 154 ta odamni olish kerak bo'lgan uyda mana shu uy bo'yicha bironta ularning qo'lida qanaqadir hujjat bormi? Uy aytilishi bo'yicha, mana uy egalik huquqi o'tishimi, qurilishi davom etishimi bormi o'zi shunaqa hujjat? Yo'q, unaqa ularda hujjat yo'q. Nima asosda olib turibdi unda? Ular shunaqa chalg'itishyapti investorlarni, balki sud va huquq tartibot organlarini adashtirishyapti. Mana bizda hujjat bor. Bizda hattoki o'sha nima hujjatni ko'rsatib turibdi shu? Mana bizda iqtisodiy sudning qarorini. Xo'p, nima deyilgan u qarorda? Oldingi holatga 2019-yil holatiga qaytarilsin, o'sha ulushlar tiklansin degan holatda bor. Oldingi holatga qaytdi ham deylik, ulushlar tiklandi ham deylik. Oldingi holatda va ulushlar tiklangan paytda uy
Bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Yo, Bino bo'lganmi? Bino bo'lmagan. bo'lmagan-ku. Bino bo'lmagan. Hattoki o'sha joy Nurafshon Sog'bon kesishmasidagi yer ham ularga o'tsin degan joyi ham yo'q. Sababi Nechi qavatli? Vazirlar Mahkamasini qarori 101-qaror bor. U qaror qanaqa chiqadi? Agar siz investitsion shartnomani bajarib, shartnoma nimadan iborat bo'lgan? Uy qurishingiz kerak bo'lgan, 19 ta xonadonga uy berishingiz kerak bo'lgan, o'shandan keyin istiqbolli deb topilsagina keyin kadastr chiqishi kerak. Mana shu kadastrga ruxsatnomani Vazirlar Mahkamasi qarori berilyapti va bu Mustaqzo Developer degan kompaniyaga berilyapti. Endi tushunarli, Malika opa, shu uyni misol uchun mana siz tugatib qo'yib yoki mana G'ofur aka tugatib qo'yib, endi ular mayli hozir ozodlikdan mahrum qilinganlar, siz tugatib qo'yib shu uyni egalariga topshirgandan keyin bu masala hal qilsa bo'lmasmidi? Chunki hozir 150 ta oila meni tushunishimcha ko'chada yuribdi-da. Ko'chada yuribdi. Shuni siz tugatib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Siz qura olasizmi? Shu misol uchun imkoniyatingiz yetadimi yo imkoniyatimiz vositalaringlar bormi? Imkoniyatimiz yetadi. Sababi bizni уже tugatyaptik, kommunikatsiyalar hammasi ulangan. Ularni ulab yoqishimiz kerak edi. Ya'ni suv, kanalizatsiya hammasi, svetni olib keltiruvdik. Lekin bular negadir paydo bo'lib qolib, xalaqit berishni boshlashdi. Bizani bukvalno men sizga qanaqa tushuntirsamki, bir reyderlik usuli bilan chiqarib yuborishdi qanaqadir ham. Sizga hozir gapiryapman, undan oldin Instagram sahifamda ham bu haqida gapirsam, hayron qolishdi, bu qanaqa 90-yillar anaqa paytlariga o'xshaydi deb. Keyin siz boya bir ko'rsatuvdan oldin aytdingizki, hatto odamlarning uylariga ham endi kimdir noma'lum shaxslar o'sha bostirib kirgan, eshikni buzib kirgan deb shunaqa holat bo'ldimi haqiqatdan? Bu videolari bor deganda aytdingiz-da. Bizi uyni egasini ruxsatsiz, egasi deymizmi, mayli egaligi chiqmagan, hali davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan, lekin o'sha qulflangan, ichida mulki turgan odamlarni xonadonlari buzib kirilish holatlari bo'lganmi rostdan? Men bitta faktni aytib o'tmoqchiman. Bizda mana qanaqa problema bo'ladi? Siz hali aytib o'tdingiz, quruvchi quradi, lekin uyni egalariga topshirmaydi, qochib ketadi, pulini oladi. Lekin bizdagi boshqacha problema. Men o'sha o'zimni video murojaat qilib chiqqanimda, ozgina odamlar tushunishmadi. O'shaga ozgina izoh berib o'tmoqchi edim. Bizda ya'ni bizani qurilish firmamizda va investorlar o'rtasida muammo yo'q. Bizi hammaga xonadon berganmiz, kaltlarni berganmiz. Odamlar kirib, ichida remontlarini boshlab, yaxshi remontlar qilib, qulflar qo'yib, o'sha kutishyotdi. Kommunikatsiyalar ulanishini. Kommunikatsiya ulanishini kutishyotdi, kirib yashash uchun. Mana shu jarayonda bu kompaniya kelib odamlarni xuddiki ular hech qanaqa asossiz, men hozir hayronman. Trubalaringizni tekshiramiz, trubalar hammasi o'tkazilgan, hammasi joyida deb ularni chalg'itib, kaltni olib kelib beringlar deyishni boshlashdi. Hech qanaqa huquqiy asossiz. Yo, eshiklar buzilib kirgan holat bo'lganmi yo'qmi shunaqa? Odamlar borishmadi, chunki odamlar u kompaniya bilan investitsion shartnomalar tuzishmagan-ku. O'sha bormagan holatida bu kompaniyani vakillari, xodimlarimi, ishchilari shunaqa qimmat eshik qo'yilgan, yaxshi eshiklar, endi qulflarni bolgarka bilan buzib, uylarga kirib o'tdi, hattoki men eshitishimcha o'g'irlik ham sodir qilishgan ustalar tomonidan. Bu masala yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar nima deb baho berdi? Bu bir misol uchun bostirib kirish deymizmi, nima deymiz? Investorlar tomonidan aynan o'sha korxonani vakillarimi yo boshqa odam bo'lganmi? Bunga qanaqadir bir baho berdimi ichki ishlar organlarimi yo huquqni muhofaza qiluvchi organlar? Men juda ham hayronman. Masalan, bitta xonadonga kirib o'g'irlik sodir bo'lsa, menimcha bu spets ishi modda hisoblanadi. Ya'ni обязательно kelib chora ko'rilishi kerak bo'lgan narsa-da, bu men tushunishim bo'yicha. Agar anaqa to'g'rilab ketaymi, mana, to есть fakt anaqa qilinadi. Lekin bu investorlar tomonidan, ya'ni uylari buzilgan, qulflari buzilgan xonadon egalari ichki ishlarga murojaat qilishdi. Biz ham murojaat qildik, lekin hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Qanaqasi yo'q? Hech qanaqa chora ko'rilgani yo'q. Mana shu Malak Musa Bacha deysizmi kompaniyasini xodimlar tomonidan qilingan bo'lsa, shu narsa. Ularning xodimlari qilganligi tasdig'ini topdimi?
u Chunki videolari bormi yo videolari aynan bor, shu videolari yo bor. begona odam emasmi? Yo'q, ularni ustalari. Ular tan oldimi shu? Ha, tan olishdi. Shunda ham lekin huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu narsaga hech qanaqa baho bermadi. Tushunarli. Xo'p, Malika opa, man bir tarafdan sizga tasanno aytaman. Qaysiki ma'noda erkaklar yelkasida ko'tara olmaydigan og'ir yukni yelkangizga olibsiz. O'sha 15 yil turmush o'rtog'ingizga nisbatan 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilgan qaramasdan o'zingiz nima deymiz, shu ham ayol ham erkak bo'lib deymizmi, harakat qilib turgan ekansiz. Bunga qoyil qolish kerak, chunki hozir mana hamma narsasi bor. Oilalar ajrashib ketyapti-da. Siz bu yoqdan ham eringizni sabr qilib kutyapsiz, ham bu yoqda odamlarni 154 ta odamni oilasi uchun, vatani uchun, uy-joyi uchun bu yoqda talashib, tortishib turibsiz. Biz sizga omad tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Iloyim adolat qaror topsin. Hozir shaxsan men endi men jinoyat hujjatlarini o'rganib chiqmadim. O'rgansam balkim boshqacha xulosaga kelaman. O'sha G'ofur akani, xo'jayiningizni, turmush o'rtog'ingizni harakatlarida jinoyat alomatini men ko'rmadim. Endi sudda hukmi chiqqan bo'lsa ham, lekin yuqori turuvchi sudlarga mana murojaat qilganingizni aytdingiz. O'zbekistonda adolat bor. Xudo xohlasa yana ham adolatli qaror, hukm chiqishiga biz hech qanaqa shubhamiz yo'q. Biz albatta ikkinchi tomonga maydon berishga tayyormiz va bitta savolim bor edi. Oxirgi savolim, agarda ikkinchi tomon rozi bo'lsa, shu yerda yuzma-yuz siz bilan mana shu maydonni biz beramiz. Ular bilan ham gaplasha olasizmi? Shu madaniy jihatdan misol tariq. Agar advokati bilan kelsa, siz ham o'zingiz advokatingiz bilan kelishingiz mumkin. Biz maydon beramiz. Nima deydi? Gaplasha olasizmi ular bilan? O'sha savollaringizni bera olasizmi yo ularning savoliga javob bera olasizmi? Ular nima asosida kirdi? Nima asosida o'zi bu bino ularga tegishli? Balkim ularning o'zini vaji bordir. Ochig'ini aytaman-da, yo bu bino bizga tegishli. Mana bizni qo'limizda qaror bor. Mana misol uchun hukmda mana shu joyda bino ham nazarda tutilgan yoki mana bunaqa degan narsa bo'lishi mumkin. Men bilmayman uni. Shunaqa desa ham siz ochiq maydonda ko'rishishga tayyormisiz? Albatta. Biz yana nima gaplaringiz bor? Agar gapingiz bo'lsa, oxirgi so'zni beramiz. Shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Men o'sha haqiqatan aytib o'tmoqchiman. Bu yoqda 150 ta oilada, ularning orqasida qancha yana 3-4 ta oila a'zolari qanchasi qiynalib hozir ijarada yashashyapti. Kimdir oxirgi pulini mana shu yaxshi umidlarda tikkan. Mana shu xonadon egalariga o'zimizni o'sha olgan majburiyatimiz asosida uylarni topshirish. Agar menga shu imkoniyatni berishsa, kommunikatsiyalarni ulab, svetlarini hammasini yoqib, ulab, odamlarni yashashga imkoniyat yaratib bersak, kadastr ham уже chiqishi kerak. Kadastr olishimizga yordam berishsa, odamlar yashasa, ularni orqasida qancha yana yoshi qari bor, bolalar bor, qiynalishyapti. To'g'risida, ancha mana yil o'tib ketdi. Shuni agar men amalga oshirsam, shu xursand bo'lgan bo'lardim. Rahmat sizga avvalambor. Erkaklar aytmaydigan gapni hozir aytdingiz. Ba'zi paytda afsuski erkak quruvchilarimiz pullarni yig'ib qochib ketayotgan odamlarni pullarini olib, haqqiga xiyonat qilib, charillatib ketayotgan holatlarni ko'rib turibmiz. Odamlar uysiz qolgan, uyini sotib bergan, hatto buni prezidentimiz ham katta sahnadan turib aytdilar. 2,5 mingta xonadon aldanganligi bo'yicha. Siz hozir aldash niyati yo'qligini, faqatgina o'sha xonadonlarni egalariga topshirish birinchi maqsadingizni qo'yganligingizni aytib o'tdingiz. Men bu uchun juda ham xursandman va men sizni qahramon ayollar safida ko'rib turibman ochig'i, chunki eriga bunaqa sadoqat bilan yonida turib, bunaqa ayollar ko'payishi kerak. Siz haqiqiy o'zbek ayolini ko'rdim hozir. Sizga omad tilaymiz. Shu o'rinda biz ikkinchi tomonni ham taklif qilamiz. Bemalol kelishlari mumkin. Biz maydon beramiz. Biz bu mavzuga albatta qaytamiz. Malika opa, rahmat sizga. Rahmat.